aka. Assalomu alaykum. Sizlar gaplashadingmi? bilan gaplashdik. Kimlardan qolgan qoldi? Ben doğrudan yol taksiro Qanaqasidan bilamiz siz? O'shaniki bor aka. Originali. Xuddi o'shanaqa ko'rinishli podelkasi bor. Ko'rinish tashqi ko'rinishlar bir xil bo'ladi. Sxemasida farqi bor. Endi bu podelka original. Mikrofon o'zgarib ketadi bunda. Shans ko'tara olmaydi. Ko'rinish qattiq korpuslari bir xil. Yangicha ko'rinishda kelgan miyalar mana bu. O'shaniki stakllar. Bundan qo'yib beramiz ustiga. Yangi ko'rinishdagi miyalar. Original ishxo'sh. Joylashlari chuqur joylashadi. Boltlariga qarab. Ular tezroq bo'ladi. Sxemalarda farqi bor o'rtasida. Eng qimmat zapchastni ko'rsatib beraymi? O'rtachasini ko'rsataymi? Qo'yishadi. O'rtachasini ko'rsataymi? Masalan, turni 220 ko'rsataysiz-ku. Mana X reduktor bo'ladi, originali. Telefonlargacha X yozuv bo'ladi, original. Ularda boltlarda asosiysi diafragmasida farqi bo'ladi. Bosimni yetkazib beradi, gazni. Bosim. Qancha gaz bossangiz, ular yetkazib beradi. Motorchi, Otib tushiradi. Ular tushirib beradi, 160 beradi. 160 beradi. Shu gaz bergan hisobida mashinangiz yaxshi yuradi. Qo'zg'alishi, katta tezlikka tezroq chiqishi, oborotni olishi, hammasi bularga yetkazib berish yaxshidir bular. O'sha qasam aytdingiz, o'shanki qancha? Bu o'sha mana bu. Kompyuter bo'ladi. Mana bu. Qanchalar bo'ladi? Mana bu. Projektorlar. Real mas'uliyati. Originaldan birga bir lyuks kopiyasi bo'ladi bu. Xitoy. Ovoz chiqarmasdan ishlaydi lekin. Garantiyasi bor. Garantiya beramiz. Ijodiy garantiyalarni o'z kafolat beramiz, qo'ymayamiz. Hisoblaydi. O'sha sizlarni chiqarib bermaymiz. Mashina komplet bo'ladi. Buni arzon varianti qaysi? Buni arzonroq varianti bitta arzonroq qo'ysak bo'ladi. Undan arzonroq turlarni qo'yamiz. Siz bilan o'xshashingiz ko'ra avtogaz. Ko'rinishlardan bakın. 200 ming arzon chiqadi. Ko'rinishi chiqadi. Yana ham arzonroq qilsa bo'ladi. Migasini sal arzonroq firmasini qo'yamiz. Asayib boraveradi. Juda sakit. Yo podelka bilan qo'ysak 3,5 ming. Endi bu balonlar 25-26 balonlardan hisob beryapti. 24 balonlar bor. 200 ming arzon ketadi. Mana shu to'rni 200 ming so'mga to'rni qilib beraman. Balonni yilini eskiroq qilib beraman. Lekin yangi balon. Ochilmagan pakotka. 24 balon. To'rni so'mga 3,8 qilib beraman. 3,5 millionga 3,200 qilib beraman. 200 ming arzon qilib beraman. O'rtachasini buni qilib ko'rsangizmi? 4,5 million so'mligi bo'ladi, aniq bo'ladi. Bu 01 fasolka bo'ladi, Polshaniki. Polshada ishlab chiqarilgan. QR-kodli original 01 fasolka bu. Ovoz chiqarib ishlaydi. Mana o'rniga buni qo'yamizda. Polsha original, Polsha original qo'yiladi. Bir kafolat yozib beriladi, pechat bosib beriladi, zapchastlarning hammasini nomerlari garantiya taloniga kiritiladi. Viloyatlar bo'yicha servisi bor. Har bir viloyatda servis xizmatlari bilan bu raqamlarni ko'rsatadi. Shu orqali muammo bo'lsa zapchastlarni almashtirib olish imkoniyati bo'ladi. Defekt chiqsa, o'sha kafolatni tartibga. Turni 200 ligi bo'ladi normal. Bo'lsa, qani turni 200 ligini tanlaydi, o'sha zapchastni tanlab turib 24 balonni qo'ysangiz, mana 15 ta surogi bor, turni so'qib beraman. Bo'ladi desangiz. 24 ta yana. Ha, balon 24, 39-yilgacha surog bo'ladi. Hozir 25 ga qo'ysam 40-yilgacha, 26 ga qo'ysam 40-yilgacha.
Pulidan farq bus bo'laveradi. Mana shunday qilsak. 24 bo'limi qo'yaveradi. Endi aytmasdan qo'ymas, aytib qo'yaylik. To'g'ri bo'ladi-da. Aka. Klientni chaqir. Polsha qo'ysa, bola Esa qullar to'g'ri, sangan. 300 ming so'm. Ahmetdan pesham qullar to'g'ri, hamma. Yo'q, ha, gapirma, men boshqa Boshqa so'ragansiz. Ovoz qilsashadi. Men bizdan ana boshilyapti. Ha, Polsha. Polshanikimi? Ovoz chiqarishni ko'radi. Shu yo'qmi? Bizda. Ha. Bu balon so'q bo'lganmi? Lekin xotiring kelyapti shu yerga, to'g'ri kelyapti, ana shu yerga. Yo'q. Sizlarga qaytganmi? Va qo'yaveraymi? Ani. Shakirov. Neden ne kısmalar var? Aynen, xallas. 4-chi pokoleniya. Original. Tak Gofas 200 original qo'yildi. Keyin o'sha farsumkasi ham 01 hamda ADAX X reduktor bilan qo'yildi. MCM Cobalt avtomashinamiz. Uстановка jarayonida programmasini ko'ryapmiz. Aytib kelyapti. Aytib kelyapti.